Ustozlar tayyormisiz? Keyingi metodimiz stol usta deb nomlanadi. Demak, sizni qanchalik diqqatingizni jamlashingiz va zukkolingizni biz hozir sinovdan o'tkazamiz. Hozirgi darsimiz ma'ruza darsi, demak, biroz tanaffus qilamiz zerikishimizni oldini olish uchun. Xo'p, boshladik unda. Yashil. Ruchka. Koptok. Tanga. G'ilof. G'ilof. Xo'p, yelimi idish. To'g'ri oldingiz. Xo'p, o'chirg'ich. Kinder. G'ijimlangan qog'oz. Krem. Qizil. Salfetka. Sariq. Olqishlaymiz. Va kimdan nechta buyum sanaymiz? Obida ustozimizda. 6 ta buyum ustozimizda. Demak, do'sti g'alaba qozonadi. Afarin, olqishlaymiz. Ustoz, unda boshlaymiz. Tanga. Koptok. Sariq. Salfetka. Ruchka. Yelim idish. G'ilof. Kinder. G'ijimlangan qog'oz. Qizil. O'chirg'ich. Surtma. Va yashil. Kalit. Yelpig'ich. Gul. Yelim idish. Qoshiq. Telefon. Marker. Ruchka. Yon daftar. Sanaymiz. Sizda 4 ta buyum. Sizda sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 4. Telefon. Gul. Yelim idish. Marker. Qoshiq. G'ilof. Yelpig'ich. Kalit. Ruchka. Yon daftar. Sanaymiz. 6 ta buyum, sizda 4 ta. Yaxshi, olqishlab qo'yamiz. 4.